Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz kreditga mototsikl so'rayotgan akalarimizga elektrik mototsikllar narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz kreditlar ochilgan, mahallada hokim yordamchisi orqali olsalaringiz bo'ladi. Hokim yordamchisiga borib mototsikl olamiz deb ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagondachidan elektron ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Elektrik mototsikllarimiz yangi turdagi Yugo modelidan kirib kelgan 1 tonnalik, kuzov razmerlari 1.30 ga 1.80 lik kuzov bo'ladi. Faralari 4 talik fara, tablolari planshet tablo, diskalari 12 lik diska bo'ladi. 6 akkumulyatorlari 72 amperdan 2000 miya 2000 motor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 16 million so'm qilib beramiz. 1 oy garantiyasi bilan. Keyin Xunji zavodidan elektrik mototsikllarimiz 5 akkumulyator 63 amper 1.5 miya 1.5 motor hisoblanadi. 1 tonna yukni oladi. Narxi 16 million so'm. 1 oy garantiyasi bilan beriladi. Kimga shunaqa elektrik mototsikllarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, hokim yordamchisiga borib ariza topshirasizlar. Narx pulga olaman desalaringiz, mana shu aytilgan narxda qilib yetkazib beramiz. Keyin 4 tonnalik mototsiklımizdan boshlaylik. 4 tonnalik so'rayotgan akalarimiz uchun 4 tonnalik mototsiklimiz kuzov razmerlari 1.40 ga 220 bo'ladi. Motorlari 300 kubalik motor bilan jihozlangan. Radiatorli panelli poyishalari bor. 4 tonna yukni bemalol tortib ketadi. 2000 kilometr garantiya beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 36 million so'm qilib beramiz 4 tonnalik mototsiklimizni. Alib mototsikl so'rayotgan akalarimizga 500 kilogramlik avtomat korobka, motor kubalari 130 kublik motor bo'ladi. Narxini 19 million so'm qilib beramiz. Naqd pulga narxi 19 million so'm. Bu tomonda samospol variantlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Samospol variant 3 tonnalik samospol so'rayotgan akalarimiz uchun qo'shcha balon 3 tonna yuk oladi. Motor qismlari 250 kublik motor bo'ladi. Motoriga 2000 kilometr garantiya beriladi. Narxini 36 million so'm qilib beramiz. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz bor. Dastavka qilib yetkazib beramiz. 1.5 tonnalik so'rayotgan akalarimiz uchun 1.5 tonnalik narxini 26 million so'mdan qilib beramiz. Elektrik mototsikllarimiz Xunji zavodidan narxini 16 million so'm qilib beramiz. Keyin kabina so'rayotganlar uchun kabinkali mototsikl so'rayotgan akalarimiz uchun rullari mashinaning rulidan 250 kub motor bilan jihozlangan, kuzov razmerlari 1.40 ga 2 metrlik kuzov bo'ladi. Yozgi lyuklari bor, qishki pechkalari, ichki qismiga 2 ta odam ketadi. Narxini 36 million so'm qilib beramiz. Naqd pulga 36 million so'm. Bundan so'ng 2 tonnalik samospol variant so'rayotganlar uchun 2 tonnalik samospol variantimiz kuzov razmeri 1.40 ga 2 metrlik kuzov bo'ladi. Bemalol ag'darib to'nkaradi. 200 kublik motor bilan jihozlangan. Narxini 32 million so'm qilib yetkazdirib beramiz. Ko'pchilik kashalot model so'rayotganlar uchun kashalot modelimiz ham kirib keldi. Kashalot modelimiz kirib keldi. Kuzov razmerlari 1.40 ga 260 eng katta kuzov bilan jihozlangan. Balonlari qo'shcha balon, insholar juda ham baquvvat ishlangan. Motor qismlari 250 motor bilan jihozlangan. 3.5 tonna yukni bemalol ag'darib to'nkaradi. Naqd pulga oladigan bo'lsa 38 million so'm qilib beramiz. Kashalot modelini 38 million so'm qilib beramiz. Garantiya beriladi motor qismiga 2000 kilometrdan. 2 tonnalik Xunji so'rayotganlar uchun 250 kubli motor bilan jihozlangan, narxini 30 million so'm qilib beramiz. 2 tonnalik 30 million so'm. Endi Chorva modelini ham ko'rsatib o't. Chorva model so'rayotgan akalarimiz uchun Chorva modelimiz motorlari 200 motor bilan jihozlangan, kuzov razmerlari 1.40 ga 220, bortni balandligi 120. 2 tonna yukni bemalol tortadi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 29 million so'm qilib yetkazdirib beramiz. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kimga shunaqa mototsikllar kuzov bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz, kreditlar ochilgan. Mahallada hokim yordamchisi bor, o'shanga borib ariza topshirasizlar, tavsiyanoma beradi. Yagondachidan elektron ключ parol olib tashlasalar, shartnoma qilib yetkazdirib beramiz. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Kimga shunaqa mototsikllar kuzov bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. E'tibor uchun katta rahmat hammaga.